Ya Boburchoq domla-ku. Ya fizikachi domla. O'ylaman. Nima qilasiz? Bugungi darsda ichki yonuv dvigatellari, radiatorlarni tushuntirmoqchi edim. O'shanga hozir radiatorni olamizda bolalarga bo'lib ko'rsatamiz. Ana shu narsani bo'lib olasizmi o'zi? Albatta, videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, radiatorni 2 ga bo'lamiz, 3 ga bo'lamiz, ichki tuzilishi qanaqa, fizik holatlar qanaqaligini batafsil tushuntirib beraman. Ya gap yo'q. Hurmatli o'quvchilar, ichki yonuv dvigatellarning ishlash prinsipi haqida gaplashdik sizlar bilan. Ushbu formulaga ko'ra, qancha sovutgich va isitgich orasidagi haroratlar farqi minimal bo'lsa, shuncha foydali ish koeffitsient yuqori bo'lar ekan. Bu asosiy vazifani sovutishni avtomobillarda radiator deb ataymiz, sovutish tizimi amalga oshirib beradi. Kimda savollar bor? Marhamat. Ustoz, formulani hammasini tushundik. Bu darsni ham amaliy qilib ko'rsatib bera olasizmi? Albatta ko'rsatib beramiz. Xuddi shu narsani so'rashingni ko'nglim sezib, sizlarga radiator olib kelganman. Mana shu radiatorimizda kirish qismida suyuqli avtomobil dvigatelidagi maxsus suyuqli, antifriz deymiz, mana bu antifrizimiz, ya'ni sovuqqa qarshi suyuqli, muzlamaydi. Dvigateldan chiqadi, qizigan suyuqlik mana bu panjaralarda har bitta qatoridan oqib soviydi. Keyin bu tomondan chiqib, umumiy aylana hosil qilib, sirkulyatsiyada aylanib, dvigatelni sovutish, ya'ni mana shu yerdagi T2 haroratni paydo qilish vazifasini bajaradi ushbu formuladagi. T1 harorat dvigatelni porshinlarida yonganda paydo bo'lsa, o'sha haroratni pasaytirib T2 gacha tushirib beradigan narsa mana shu radiator hisoblanadi. Endi shu radiatorimizning ichki tuzilishi qanaqa bo'lishini sizlar bilan ko'rib chiqamiz birgalikda. Bu arramiz chatoq shekilli. Ko'rib turibmiz, radiatorning har bitta kanallari gorizontal ravishda joylashtirilgan. Ba'zi radiatorlarda vertikal bo'ladi. Gorizontal joylashtirilishda mana har bitta kanali hammamizga ko'rinib turibdi. Mana bu tomondan o'quvchilarga bering. Har bittasini kanallari orqali suyuqlik kiradi. Ana shunda aylanib, mana bu panjaralarning asosiy vazifasi tezroq sovutish, kondensat hosil qilish. Shu narsani bajaradi. Radiatorimiz 2 ga bo'linganligiga qaramasdan, bu hali ham ishlashi mumkin. Keling, hozir bunga antifriz qo'yib, ishlashini tekshirib ko'ramiz. To'g'ri maqovada. Qo'limdagi antifrizimiz -35 gradusgacha sovuqlikka bardosh bera oladi. Hop, bu tomondan mahkam ushlab turasiz, suv chiqib ketib qolmasligi kerak. LZ School'da fizikani o'rganish yanada qiziqroq. Mahkam o'sha, u og'ir bo'ladi-da endi. Mana bu tomondan ko'rishimiz mumkin. Mana turib ko'raylikmi? 1-2 kishi tursinmi? Mana bu tomondan quyilganda suv mana kanallar orqali kelib, mana ikkinchi tomonga yetib keldi. Dvigatel bosimi hisobidan mana bu sirkulyatsiya amalga oshadi. Mana bu tomongacha yetib keldi. Har bitta kanaldan mana ozgina ko'tarsak, yo siz tushiring, bir tomonni ko'tarib mana. Suv bo'ldi. Kanal orqali yetib kelish boshladi. Endi bu tomonga pasaytirsak mana kanallardan suv oqish boshladi. Qani endi antifrizimizni mana bekitib turaman. Qo'yaveringchi u tomondan. Mana. Sekin har bitta kanaldagi suv kamayib sekin oqish boshladi mana. Keling endi mana bu kanallarni ham har bittasi qanaqa ishlashini tekshirib ko'ramiz. Buning uchun nima qilamiz? Ko'ndalangiga kesib ko'ramiz. Let's go. Radiatorimizni mana vertikal ravishda kesib oldik. Mana ko'rishingiz mumkin. Har bittasini kanallaridan asosiy sistemadan kanallarga suv o'tadi. Mana tomondan ham mana radiator ko'rishimiz mumkin. Har bitta kanaliga suyuqlik kirib, mana bu panjaralar orqali kondensat amalga oshadi, sovutish tizimi. Mana shu radiatorlarimizda nosozliklar paydo bo'ladi. Qanaqa holatda? Mana ko'rib turibsiz, har bitta uringan joylarida havo aylanishi juda ham past bo'ladi. Natijada mana shu kanallarda suyuqlik sovish qiyin bo'ladi. Bu radiator nosozligiga olib keladi. Yana mana bu kanallarga ham qurum, loyqalar to'lib qoladi. Biz noto'g'ri antifrizdan foydalansa yoki dvigatelimizda moy bilan aralashib ketib qolishi mumkin. Ana shu holatlarda antifrizga suyuqlikka moy aralashadi, natijada mana qurumlar bilan to'lib qolishi mumkin. Bularning hammasida kanallar yopiladi, unda suyuqlik harakatlanishi kamayadi, sovutish tizimi asosiy o'zining funksional vazifasini bajara olmay qoladi.
Tushundingizmi endi? Aslida darslarimiz har doim amaliy o'tsa, yana ham qiziq bo'ladi. Keyingi darslarda avtomobilning qaysi qismini ikkiga bo'lamiz. Yaxshilab o'ylab kelinglar.